Navbatdagi o'rnatuv jarayonimiz Farg'ona shahriga avtomatik darvozamizni o'rnatib berganmiz. Darvozamizni iyniga 3, bo'yiga 320, kaltkamizga esa iyniga 1, bo'yiga 320 hamda yon tevasiga panjarasi bilan o'rnatib berganmiz. Mana ish jarayonimiz bitdi. O'sha usta akamiz Prorab akaga kaltini mana pultini topshiryapmiz. Aka, qo'llov bo'lsin. Qo'llinglar ko'rmasin. Shu bizni ijtimoiy tarmoqdagi shu avtomatik darvoza kuzatayotgan kuzatuvchilarga to'g'ri darvoza haqida fikringiz. Mana shukurullo avtomatika darvozalarni olib kelib o'rnatdik. Qo'llarda ko'rmasin. Ustalarimiz ham yaxshi. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Sizlar o'rnatinglar. Rahmat, qo'llov bo'lsin. Har qanday fasonga tushuvchi bu avtomatik darvozamiz haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, Shukurlar avtomatik darvozachiga buyurtma qilishingiz mumkin hamda ma'lumot olish uchun ekran pastidagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Kuzatishda davom eting.